Diqqat, elimiz suygan, qo'shiqlarni esa barcha katta-yu kichik sevib eshitadigan taniqli xonanda Primadonna Yulduz Usmonova haqida ijtimoiy tarmoqlarda noxush xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, yahudiylar Yulduz Usmonovaga qarshi kampaniya boshladi. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova 9-may kuni Amerikaning Brighton Beach tumanida konsert berishi rejalashtirilgan edi. Ammo shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda AQShdagi yahudiylar jamoasi xonandaning konsertini bekor qilishni talab qilmoqda. Bunga Yulduz Usmonovaning 5 yil avval Isroil-Falastin urushiga bo'lgan munosabati sabab bo'lgan. O'shanda Yulduz Usmonova ularning mahsulotlariga boykot e'lon qilgan edi. Yulduz Usmonova bu gaplarga qanday munosabat bildirdi? O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova yahudiylar haqidagi gaplari uchun uzr so'ramasligini aytgach, uning Amerikadagi konserti rasman bekor qilindi.